mashina narxi qulab ketyaptimi? Yo'q. Rostdan shunaqa mashinalar kerak emas bo'lib qolyapti odamlarga, akalar. Boshlang'ich $2000 bilan mana shu 2018-yil ishlab chiqargan Gentramiz haloldan savdoga berilyapti, akalar. Kanalga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. To'g'risi aytaman, men ham 2018 haydayman, €1, lyuk yo'q. Faqat sidena magrifi bor. O'zim 3,5 ming to'lab olganman Nasiya savdoga, akalar. Endi $2000 bilan aka tasavvur qiling. O'zi bir yil kutib bo'lakan o'tirman, akalar. Obzor qilib beraman, ketdik. Amerikan Gefaralar motor ходовой korobkada hech qanaqa shu kelasiz o'tirasiz minasiz, aka. Ko'rib turgan bo'lsanglar, balon holatlari juda ham yaxshi. Salon qismiga kiradigan bo'lsa, akalar. Apshikalarni qarang. Yaxshi chexollar taqilgan. Poliklar yaxshi holatda, o'zini ham bunaqa rullari. Xo'p, probega keladigan bo'lsa, akalar, 148 ming kilometr yurgan ekan, akalar. Mashinamiz avtomat, mana bunaqa Sony monitorlarigacha bor ekan, akalar. Mashinamiz ideal konditsionerlargacha zo'r ishlaydi. Orqasida eng glavnisi 4 paketning gazlarigacha bor. Optra faralariga necha? Paket endi mashina o'rmada yurib turasiz, arendadan qutulgunizcha aka. Yomon emas, faqat Toshkent shahar Toshkent yonbag'irlariga beraman deyaptilar. Nima deysiz aka? Zo'r-ku. Bosib oling mana. Mana Spark sotib, qolganini to'yga ishlatib, masalan $2000 berib Gentra haydab yurganingiz yaxshi aka. Boshi $2000 berasiz, qolgan egalar bilan batafsil ma'lumot olsangiz bo'ladi. Xullas, tegir egalar nomerlarini qoldirdim, aloqaga chiqinglar. Mana shunaqa zo'r Gentra qidirgan o'rtoqlarga bu videoni jo'natib qo'yishingizdan chiqmasa, okalar, joninglar sog' bo'lsin. O'zingizlar ehtiyot qilasizlar.